So'rovnomada davlat Tibbiyotda xususiy sektor faoliyati rivojlanishi haqida nimalar bilasiz? Tibbiyotda xususiy sektor faoliyati rivojlanishi haqida nimalarni bilasiz? Agar bilmasangiz bilmayman deb ikkinchi bilsangiz ayting. 1 2 3 ta nimadan aytdim. 4 ta 5 ta. Tibbiyotning rivojlanishida xususiy sektor faoliyati asosan bunda har bir O'zbekiston Respublikasida har bir sektorlarda, hududlarda xizmat ko'rsatish faoliyati, xususiy sektor rivojlanishi haqida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Shavkat Mirziyoyevning qarorlari bor xususiy sektor rivojlanishi bo'yicha. Bunda asosan xalqqa, odamlarga birinchi yordamni ko'rsatish, birinchi sifatli yordamni ko'rsatish, insonlarga birinchi navbatda sifatli yordamni ko'rsatish. Bunda tibbiy sanitariyaning ahamiyati juda katta. Xususiy sektor faoliyati, tibbiyotda xususiy sektor faoliyati, xususiy sektorlarning rivojlanishi insonlarga ko'mak beradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tibbiyotning xususiy muassasalarini, sektorlarini rivojlantirishga ruxsat berib qo'yibdi. Bunda faoliyat haqida qonun va ruxsatlar berib qo'yibdi. Faoliyati asosan odamlarga yordam berish. Bunda hukumatning roli katta. Xususiy sektorga nima qiladi? Xususiy tibbiyot sohasida xususiy sektorlar masalan qaysi sohalarda va mamlakat sektoridan qanaqa farqi? Mamlakat sektordan farqi xususiy sektorlarda xususiy sektor masalan birorta tadbirkor yoki ishbilarmon ish boshlashi uchun hukumat tomonidan xususiy rivojlantirish, hamma sohada xususiy rol berib, xususiy rivojlantirishga yo'l ochib berib qo'ydi. Xususiy sektorlarda xususiy sektorlar bu davlat sektorining asosiy farqi shu tibbiyotni yanada tinchini qadar boshqa ko'rsamiz. Javobingiz qisman yaqin, lekin aynan o'ziga olamiz, lekin sizning bu haqida fikrlaringiz, qarashlaringiz o'zingizda bor, o'ziga yarasha. Lekin savolga to'liq javob beringizda, konkret javob beramiz. Ikkinchi savol bo'ldi. Savol psixoprofilaktika degani nima? Psixoprofilaktika asosan asabiy, ruhiy, psixika asosan asab va ruhiy kasalliklar hisoblanadi. Psixoprofilaktika esa bu asab kasalliklarining oldini olish, profilaktikasining oldini olish.
Masalan, ruhiy o'zgarishlar bo'lishi mumkin, har xil stresslar bo'lishi mumkin, psixotroflar, stresslar bo'lishi mumkin odamda. Har xil holatlar bo'lishi mumkin, psixotroflarga. Stresslar bo'lishi mumkin, tushkunlik, qayg'uga tushish, xursandchilik, har xil holatlar bo'lishi mumkin. Ko'proq psixotroflarning maqsadi odam stressga tushib qoladi. Bu da asosan nerv sistemasida ta'sir etadi. Psixoprofilaktikning asosiy maqsadi psixik kasalliklarning, asab kasalliklarining oldini olish psixoprofilaktikning asosiy maqsadi. Psixik oldini olish, odamlarga yordam berish profilaktikasi o'tkazish, masalan, qishloqlar bo'lsin, chekka hududlar, poliklinikalarda bo'lgan vaqtdan homilador ayollar bo'lsa ham birinchi navbatda asab tizimi, asablarimizni saqlashi, tug'ruqda, homilada, bola tug'ilish vaqtida bolaga yomon ta'sir qilishi onaning homilador bo'lgan vaqtlarida shularni aytib o'rganish, ya'ni oldini olish profilaktika chora-tadbirlar Bakarjada bo'yicha psixoprofilaktika so'radi. Sizga qo'llanmas ko'rinish asab kasalliklarni dedingiz. Bu psixoprofilaktika va uning turlari va asosiy vazifalari va ularni odamlarga yordam berish umumiy gapda, sotsial yordam berish mumkin. Uning asab kasalliklari, kasalliklarni bo'ldirish, farqlarni ish rejalar, tadbirlar, psixoprofilaktika qismi. Kim so'radi? Tibbiyotda patronaj qaysi turlar ajralib turadi? Qaysi turlar ajralib turadi deganda bunda asosan hamshiralarning farqini aytishim kerakmi? Patronajlarni ajralib turishi. Bunda ajralib turishi patronajlar xalqqa, insonlarga yordam bergan vaqtda asosan bu xalqqa xizmat ko'rsatish, uyga borib xizmat ko'rsatish, patronaj shunaqa kuzatib turadi, doim kuzatuvda bo'ladi patronaj. Bu da asosan QVPlarda patronaj xizmat ko'rsatadi. Bunda oilalarga uyga borgan holda kuzatuvda bo'ladi, chaqaloqlar patronaj kuzatuvda bo'ladi. Birinchi yil oldinda asosan odamlarning uyga borib xizmat ko'rsatish patronaj. Ularning sog'ligi haqida, uchraydigan kasalliklar, ularning kasallik paydo bo'lmasdan oldini olish, xalq bilan ishlashga asosan patronajlar, kuzatuvchi hisobda kuzatadi patronaj. Asosiy ajralib turish boshqalar patronaj. Xizmat ko'rsatish. Turi bo'lgan vaqtda qanday turlari bor patronajdan? Feldsher. Patronaj o'zgartirdi bu odamlarga yordam beradi. Kimlarga yordam beradi? Aytdim şimdi. Masalan, homilador ayollarni tekshiradigan bo'ladi. Undan keyin bolalarni tekshiradigan patronajlar bo'ladi, chaqaloqlarni pediatr patronajlar bo'ladi. Bolalar tekshiradigan. Undan keyin yuqumli kasalliklar tekshiradigan bo'ladi. Yuqumli kasalliklar haqida bormi yo'qmi ko'rib chiqadi patronajlar. So'raydigan yoki kasal odam bormi, chetga chiqib kelgan bormi deb so'raydi. Ko'pincha uylarga patronaj so'raydilar kelgan vaqtda shuni so'raydi. Qanday kasalliklar bor haqida so'raydi. Patronaj asosan oilaviy patronaj bo'ladi. Bolalarni kuzatadi. Bolalarni kuzatadigan patronajlar, undan keyin homilador ayollarni kuzatib turadi. Undan keyin emlashlar, muolajalar haqida patronajlar haqida bilishimiz mumkin. Chaqaloqlar, chaqaloq patronajlar, profilaktika patronajlar deyiladi. Bunun nasıl kullanımda? Onun 5 türü var. Çatırısı var. Yıkımlar yapmışlar. Verilmeyi de yapıyoruz. Balalar da yapıyoruz. Odan nasıl yıkımcılar, karyalar var. Bunlar burada bağımlı, tisti bağımlı, kötü soğukları oluyor. Lisanslar var. Olmadan Sizlarla nasıl olduğunu iyi zamanlarda
Vaqt chegaralangan, kunlik 2-3 kun qo'shimcha beriladi. Böyle güçlüyüm, Şimdi ben açsam yani iman. var güzel. O zaman konuşuyorum yani şimdi. Biz kaz azalıyor. Başlamaz. Bizim başımız gerekiyor. Şimdi bitti mi? Bunlar sen isteşen şu. Bilmem işte öyle istiyor. Onun aksine biraz da sana. Çıkalım. Şunu biz koyarız. Ne var istediği kadar bilmiyorum. Bunu siz kurmuşlara şu soru. Ne var? Bunu yapıyorum. Ne yapacağız? Bu kadar kullanın kıymalarımız bu. O soğan karakteriyalım mı? Mesela bir şey cazobe ediyorsun, bir şey olsa prasit çıkar. Bu dolatılırsa mesela bir şey öyle etmesi geri prasit. Dolapta turalım. Gördünüz mü o zaman? Bir şey ücretli. Şurada geldi mi alın? Bunu yazısını. Yakın arkadaşlar. Kazanma. Azanın altın yazını sürdünüz. Başkanın nasıl bir soğura. Ekim kontrol ettik diyeniniz nasıl olur da? Familyası yazılır mısın? Ya familyası yazın.
Tek organın altındayız. Bakacaksan nasıl olur? Kontrol işte. Значит, просит мишнарга членов. Я балкон дал. Kaç oldu? 13 штук. Şu malakat, mınday balda oldu sizde. Birinci savalınız 14 bal, ikinci savalınız 16 bal, üçüncü savalınız 15'te 2, dördüncü savalınız 13'te 4. Hazır bulma baldırına şırar, naran kolay tutuşlar. Bugün ne korkuyorsunuz o? O'zingizni javobiga qanday Ko'p narsalar biroq Yeni meditsina olan neresi bir şey yok. Ben sonrasında. Az balans şey yapıyor. Bir şey oldu. Tamam yani. Bir şey var. Bulma bana. Bu. Böyle bak. Şimdi bu hafta İslami sektörüne kalkülacağım var mı? İşimiz fırsat var mı adam? Ya ona nasıl vajansın? Ancak kalkülacağım vaktin istekrar gibi kategori olsa Her sorunun işini bilmiyoruz. hadi. Ne kadar şu hani adamların burada oturuyor. Sonuçta sorulmak ve bakılırsa sonuçta bakılır. Kadrolar kalsiyonları kolay geçiyor. Buna ne gerek? Aslında bu sektörün Tamam. Herkese bir koy da önce koy zaten. Al koy kendine. Ne çıkıyor? Hem yani shukurlarga qo'ying. Balalar böyle kuşlarımızsın mı? Halsın mısın? Birinci bu, birinci bu. Qoraqalpog'iston Respublikasi 2022-2025 yillarda aholi salomatligini muhofaza qilishni yanada kuchaytirish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mo'jizatli 2022 Haqqi 310 soliq qarori belgilangan ambulatoriyada davolanishda dori vositalarini imtiyozli ta'minlash huquqiga ega bo'lgan shaxslar loyihalari ro'yxatga kiritilgan. Ambulatoriyada davolanish ro'yxatda turganlar, keksa yoshdagi urush qatnashchilari ro'yxatda turganlar dori vositalarini imtiyozli ravishda olish mumkin. Keyin og'ir kasalligi bor, onkologik rak kasalligi bor bemorlar, pnevmoniyalar, o'lgan bemorlar, nogironligi bor bemorlar dori vositalarini imtiyozli ravishda foydalanish mumkin. Bu ambulatoriyada doimiy nazoratda bo'lishadi. Ular har bir guruhga chaqirilishadi va har qaysi guruhdan alohida o'tiladi. Ularning ahvoli doimiy nazoratda turiladi. Patraj hamshirasi ham doimiy ro'yxatda turgan aholini tekshirib turishi kerak. Nogironligi bor shaxslar, ikkinchi jahon urushida qatnashgan shaxslar, keyin onkologik bemorlar, kasalligi bor bemorlar,
yosh bolalarda turma nuqsonlar bor. Bemorda yosh bolalarda imtiyozli dorilardan foydalanish kerak. Bu qarorning qabul qilinishi aholi salomatligini saqlash, kasalliklarning oldini olish, og'ir sharoit to'g'ri kelmaydigan bemorlarga yordam ko'rsatish, aholi salomatligini va umrini uzaytirishga qaratilgan tadbirlar hisoblanadi. Kuzatuvda turgan gapsanki, kuzatuvda qanaqa hisob hisoblanadi? Masalan, onkologik dedingizda, tag'in yana onkologik, navro'log, misol, nevrologik bemorlar turadi. Shuni qanaqa hisob? Hisobini aqlida o'zi qanaqa hisob qilganlari imtiyozlarni aksariyat hisobi bor. Qanaqa hisob qilsa? Her bir ton mutaxassisda uchta hisobda turadi. Bemorlar shularni qanaqa hisob qiladi? Dispanser hisobda. Birinchi so'rovni birinchi so'rov. Birinchi so'rovda yo'q. Birinchi savol bo'yicha jinoyat chekinish ko'rsatishlar Qirg'iziston Respublikasida vaziyatning nechinchisida sohasidagi siyosat bo'yicha bergan javoblaringiz Qanqarning yaxshi. İkinci blok savoli tibbiyot deontologiyasi degan. Tibbiyot deontologiyasi bu deontoz odat axloq, ya'ni har bir tibbiyot xodimining bemorlar o'rtasida, xodimlar o'rtasida muomala madaniyati, odat axloqi, gapirish muomalasi barchasi deontologiyaga kiradi. Kiyimlarni tartibli bo'lishi, toza bo'lishi, muomalasi, ya'ni bemorlardan yaxshi muomala qilish kerak. Hech qanday qo'pollik bo'lmasligi kerak. Sababi ular og'ir ahvolda, bemorning ahvolini qiyin, yomon ahvolga solib qo'yishi mumkin. O'zlarining gaplarini ularga yaxshi muomala qilish kerak. Keyin ortiqcha gaplar gapirmaslik kerak. Bemorning sog'lig'i to'g'risidagi, keyin og'ir ahvoldagi bemorlarni tashxisi aniq bo'lmasdan oldin bemorga ma'lum qilmaslik kerak. Sir saqlash kerak bo'ladigan. umuman tashxisi Sir saqlash kerak bo'ladi. Sababi bunday sabablarni aytish, bemorga tashxisini aytish, bemorning ahvolini yanada og'irlashtirishi va o'limga olib kelishdan mumkin, o'zini psixik tomondan zarar yetkazishi mumkin, o'lib qolishi mumkin. Umrim oz qoldi deyish fikrlar bo'lishi mumkin. Bu har bir tibbiyot xodimining deontologiyani bilish muhim hisoblanadi. tibbiyot xodimining deontologiyasi faqat muomalasi, harakatlash qilmasa yana qanaqa Kiyinish, 34 o'z formasida toza kiyimda bo'lish kerak. Keyin o'z formasi bilan faqat shifoxona ichida foydalanish kerak. Tashqariga o'zining oq holatda, to'rtburchakda hech qachon chiqmaslik. ortiqcha o'ziga nima bermish. Aroq bermaslik, ular qo'llar, tirnoqlari olingan, ortiqcha bo'yanmasligi kerak. Kipriklari, ko'zlari, lablari shishirilmagan, qoshlari chizilmagan bo'lishi kerak. Keyin taqinchoqlar, ortiqcha taqinchoqlar mumkin emas. Bu bemorning e'tiborini tortish yoki So'rovsi keyin savol bemorning umumiy holatini baholash uchun hamshira qanday ko'rsatkichlarga ega bo'lishi kerak? Hamshiraning ko'rsatkichlari. Bemor masalan umumiy holatni baholash uchun kelgan bemor qabulxonaga kiradi dastlab. Uning holatini baholash uchun og'ir, yengil yoki o'rtada baholash mumkin. Yengil holatda, ya'ni o'zi bironta shikoyat bilan kelishi mumkin. O'zining asosiy savol qilinadi. Bemorning umumiy holatini baholash uchun hamshira qanday ko'rsatkichlarga ega bo'lishi kerak? E'tiborda bo'lish kerak. Keyin bemorning holatiga qarab tez shifokor chaqirishi mumkin. Agar bemorning holati og'ir bo'lsa, tana haroratiga e'tibor berish kerak. Kundalik ko'rinishiga, majburiy holatda o'tirgan yoki nafasi tezlashib ketgan shunday holat ko'rsatkichlar.
chaqqon bo'lishi kerak. Shifokorning aytganini so'zsiz bajarish kerak. Bo'lmasa bemorlarning ahvoli og'ir bo'lishi mumkin. Hamshira yana 4 ta ko'rsatish bor. O'shani bilan hamshira hamshiralardan umumiy holatni ko'rsatishlar 4 ta ko'rsatish. birinchi Gapirish boshlab tursak, bemorning holatini baholayotganda so'ng durust yana umumiy holatni baholash, keyin tana holatini baholash, pulsini baholash, yurak urishini baholash, keyin qon bosimini baholash eng muhim hisoblanadi. Qon bosimini baholash o'lchash kerak. Keyin bemorning majburiy holatda yoki qiynal holatida antropometriya degani antropometriya bu tana a'zolarini o'lchash, tana a'zolari qismlarini o'lchash hisoblanadi. Bo'y qismlari emas, tana a'zolari, ya'ni og'irligini, bo'yini o'lchash mumkin, bosh aylanasi, ko'krak aylanasini o'lchash mumkin. Shular antropometriya hisoblanadi. Nobisda yetimiz Kim tanıyası? makamlarga Kim son? Bu keyifsiz sürekli aslında qaysi a'zo, Ushkimlarga birinchi a'zoni nomini yozishimiz kerak. Agar ikkinchi nomini bilsangiz, qaysi keyin shu numeratsiyani nimaligini yozishimiz kerak. Birinchi qaysi shuni yozishimiz kerak. Numeratsiyani Qaysi o'rin egallabizmi? Yerga sanalishga çok yerga bosh suyagini yuqoricha
Nasıl tuttuğunu kayısı bölümümüzde ödül çeviri sanırım. Cevabımız yok mu? Kaç soru? Yukarı cevap süsleri biliyorum. Cevabımız doğru da Yukarı doğru. cevap. Önce bir tane. Çok teşekkür ederim. Ben ana yukarı cevap. Cevabımız doğru. Cevabımız. İşte bu. Bizim arkadaşımız bağımız basacak kendisi. Fazla. Bunu yetiştiren arkadaşım. Acilmatımız bunu kadar. Sınıf yeni mesleğe Şimdi arkadaşım arkadaşım. Yorma gazetini. Ama Kaçıncı sene besin sene? Bunu koşuyor. koşuyor. Ama şimdi konuşuyor. Almanya kaçıyor. Alnımız yeri azman. Anadolu'nun sabit. şimdi bazı sorular Ya bu sürekli Ulman Atör hakkında. Ulman Atör. Ulman Atör. bu basacıya gitti o. Ya onda kadar 26'da. Bu жерде жазған соған дейін деп жазылған. Аннесін шала жоқ беріп отырдым да. Шала жоқ берсе, iyi емес. Ya, başlayarken мен сол мағына Орал районынан сұрадым да. Мысалы біреуді сен оны неправильно болсын, я соған дейін болады. Біреуді басқа соған дейін. Bu kız bas çevirgen. Olma düşünüyor var. Bırak kayısı bölüm ekelim. Sonsuz 26 26'da şeker gibi koyuyorsun. 26'da şeker bunu koyuyorsun. Onun yarımını koyar. Sonra oylası tut koydu sen onu. Ben doğru yani böyle mi yaxşı? Ama hatta Ya ben 10 de işte şurası koyar. 10 işte biz. Atmasa iyi son. Yani. bir başkası yapıyorsun. Olmamalar çevirin. Çok özel. Kaç yeriniz var? 10 işte türlü. Aldım. Aldığımızda Bakalım kriteriyasından sonra din Bununla bağlı. Kaygısın bu. Ama şu boyutunun şu mesele hapsekide hapsek dağıtımı hapsek dağıtımı yani hapsek dağıtımı ya şu yok mu da bu Pasportun diplomunu da tamam mı?
Kendileri karar değil dedim bulatılması jeti sivil sorun tutuyor sonra değil. Paspatım yani bütün yolda kursit. Tamam. Gözüm yakınlar ya. Gözüm sürekli tamam. Oldu ki. Ya bir de harbinden Momin var. Bugün aytamiz Asadbek. Azalbek. Asadbek. kadar bir Arkadaşlar böyle. Böyle. onu söylüyorum. Birini alasın. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 1 sentyabr kuni Qozog'iston Respublikasi tashrifi davomida va fuqarolar ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda tibbiyot sohasiga doir qanday hukumat qarorlari chiqarildi? Tibbiyot sohasida asosan tibbiyot xodimlarini ko'paytirish, yetuk kadr yetishtirish va ularni rivojlantirish, bu kadar yetishtirish va bemor kadrlarni chiqarish hamda ularni bemorlarga yaxshi Momin shu bo'yicha qaror chiqqanda, qaror Pokistonda nima qilish bo'yicha qaror. Shuni so'raymiz. Biz aytib turibdi, tibbiyot sohasi. tibbiyot sohasida Endi imonni shu Qoraqalpog'istonda suv tashrifida qanaqa qaror chiqib, nima ishlandi shu yerda bizlarda? Bunda qarorlardan ko'plab kasalxonalar qurildi. Qozog'iston Respublikasining bunday qilgan tashrifida har qanday kurashlarni, ya'ni ularni markaga o'tishda Birinchi savol bo'yicha, ya'ni birinchi 26 sentyabr O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qozog'iston Respublikasiga
tashrifi, nazm mohiyati va shu asosda amalga oshirgan ishlar haqida. Endi sizning javobingiz o'z qarashlaringizga namoyon qilyapsiz, lekin bu yerda albatta shu bo'yicha ishlangan ishlar, qabul qilingan qarorlar bor hisoblanadi. Lekin siz aytganingizdek, tibbiyot sohasiga ham e'tibor qaratish juda ko'zda tutilgan. Albatta xalqning yashash tarzini yuksaltirish, ularga alohida e'tibor qaratiladi. Lekin sizning javobingiz qoniqarli darajada emas. Shuning uchun keyingi savol bersangiz. Tibbiy deontologiyaning asosiy kategoriyasini deontologiya asosiy kategoriyalar shundan iboratki, deontologiya bor, deontologiya bor, ovqatlanish tushuntiriladi, ovqatlanish ovqatlanish har xil tushuntiriladi. Bunda bemorlarga o'z vaqtida ovqat Jangan deontologiya bor, masalan, bemorlarni to'g'ri ovqatlantirish, ularni toza saqlash, hatto mahsulotlarni Zakın savol bo'yicha bag'larida tibbiy deontologiya bo'yicha asosiy kategoriyalar so'radi. Bu yerda asosiy 3 ta kategoriyasi bor. 3 ta kategoriyaga aylanamiz. keyingi savol. Shuncha bo'lsa. EX8 operatsiya hamshiraning vazifalari qanday tartibda asosiy Operatsiya hamshira. Nechta vazifasini so'rab qo'ydingiz? 6 asosiy narsa. Именно операционный план. Bunda hozir xonaning tozaligi bo'lishi kerak. Operatsiya xonaga kirib qo'ydingizmi? Ishlayotgan bo'ldingizmi? Xonani toza saqlash kerak. Bo'ldimi? Vrachga yordam beradi. Bu yerda qanday saqlashgani yo'q. Faqat vrachga yordam bergan yeri bor. Ular nima yordam beradi aytdim. So'ng uchun anaqa qilasiz. To'rtinchi sevgi.
Müzik boyunca caz programları Kayseri Belediye'nin Burasında Hediye. Dosya. Yazın reklamı iyi bölüm yazıyor. Bilmeydiğim bu soruyu kıyma vakta oturayım. Bilemedin bildiğin cihaz. Vakt çekiminde. sürekli aklına sarı vereceğiz. Kıyma çekiminde falan. Boshyaga kelishdi to'g'ri, lekin aniq javob emas bu. Javob yo'qmi? Boshyaga kelish to'g'ri. Bahanasi ham İşi var mı? Bunlar da hesap verebiliriz. Hesap verebiliriz. Yarın ne diyoruz? Hoşlar mı? Kızız. Okuyunca Birinci savunmamızda şu oturmadı. Nol koyup 70'i 10. Barış 10. 70'i 7'de 8'i 8 var. 8 var. 8. 8. Şu şuraya 13'teki Yaklaşık 7 burada. 7'de. 7. Şuradaki 4'te 13'te. 13 tutuk değil, tuttu. 7 de 13 tutuyor. Hepsi 13'te. Bulunma bağlı mı? 38 tutuyor. Kurtarıyor. Hani bağlarını bozukluğu var. Anlatabilmesi. Seçer. Zıbıl var mı? Onun için keyifsiz. Aldım kızım. Onu güzel yaptım. Seyirci değil mi? Ben bir şekilde bakacaksın. Çırak. Kendiler kazan. Kerim. Pasportumda adamı o'zim qasmda kamera o'zim qasmda olib kelamiz. Suratga qo'y dedi. Bilet alalım. Bir-biridan olib.
Bundan burun. Tamam. Aldım. Kim var? Oturun. Hakim var şöyle. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 19/11/2021 yildagi Qozog'iston Respublikasi ixtisoslashtirilgan tibbiy xizmatlarni yanada rivojlantirish to'g'risidagi 695-sonli qarori mazmuni va mohiyatini aytadi. Böyle oluştu. O'zbekiston Respublikasida Qozog'iston Respublikasida ixtisoslashtirilgan tibbiy xizmatni yanada rivojlantirish to'g'risidagi 695-qaror mazmuni va mohiyati. Bunda tibbiy xizmatni yanada ko'paytirish, aholini sog'lig'ini saqlashga yanada kengroq yordam berish nazarda tutilgan bo'ladi. Bunda Prezidentimizning qarorlariga binoan har kim tibbiy ko'rikdan bepul foydalanish huquqiga ega kabi mazmunda bu qarorlar o'ylab chiqilgan. Eng asosiysi shu xalqqa yordam berish, tibbiy xizmatni yanada kengaytirish ko'zda tutilgan. Bu yerda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 695-sonli qarori shu siz o'zingiz qanaqangizni aytyapsizda, lekin bu Vazirlar Mahkamasi asosan ijro etuvchi qanaqangi ishlar bo'lganiga asosan shu Qozog'iston Respublikasida tibbiy xizmatlarni yanada rivojlantirishdagi qaysi asosan tibbiy xizmat, ya'ni ochiq chekka hududlarda tibbiyot xizmatlari olib borish mexanizmlari bundan ko'rsatilgan bo'ladi. Albatta bular hammasi vazifalar bu qarorlarda ko'rsatilgan. Undan keyin albatta qarorlar qabul qilinadi, o'ylab chiqilmaydi. Shuning uchun har bir gapga bu siyosiy muammoga e'tibor qaratishimiz lozim. Sizning javobingizni qanaqangi darajada deb ayta olmaymiz. İkinci. O'zbekchasini tibbiyot xizmatkorining deontologiyasining asosiy tamoyillari. Tibbiyot o'zini tushunchanda ko'rsataman. Tibbiyot xizmatkorining deontologiya deganda o'zining xulq-atvori, tutishi, o'zining odob ikromi shular nazarda tutiladi. Odob ikrom degan ma'noni bildiradi deontologiyasi. Masalan, bemorning davolanishga yotgan bo'lsa, uning kasalligini sir saqlashligi, o'zining xulq-atvori va shifokor bilan muomalasi. Xulq-atvori shular. Logiya degan nima ma'noni beradi? Logiya. Dentologiya. Logiyasi, dentosi ne ma'nosi beradi? Izoh bersin. Logiya ilm degani. Oldinda dentist.
Ne haqında ilm ekan bu? Nima haqida? Huquq haqida. Dentisbatmi? Bo'ldi, mas'uliyatmi? Xo'sh, sizga javobimiz aniqlantirasiz. Chunki bu yerda asosiy tamoyillar, to'rtta tamoyillar konkret aytmadingiz, o'zingiz tushunishingizni aytdingiz va yangi so'zni ma'nosini bilmadingiz. E'tibor. Keyin zavod. Uchinchi blok. Uchinchi blok bemorning vazifalari. Majburiyat. Bemor nimalarga majbur vazifalar? Bemorning vazifasi, masalan, kasalxonada yotgan bemorga shifokor qandaydir dori sizning salomatligingizga ta'sir qiluvchi, masalan, uni davolash maqsadida qilingan dori muolajalarni o'zining sog'lig'iga yaxshi bo'lishi uchun beradi. Shifokor shuni qabul qilish, har qanday noroziliklar bildirmasdan, agar uning sog'lig'iga sezilarli darajada zarar yetkazmasa, bunday shifokor buyurgan dorilarni o'z vaqtida qabul qilishi va shifokor tomonidan tayinlangan diyetalarni hammasi bemorning shifokorning aytgan narsalarini qabul qilishi. Bitta gap bilan dori qabullash, hamma narsani aytganimiz yana nima bo'ladi? Yaxshi mayli. Shifokorning aytgan pravilalariga, qoidalariga rioya qilish bitta. Ikkinchi nima? Ikkinchi yana qanaqa vazifalar bor bemorning? har doim keyin davolanib chiqqandan keyin shifokor bilan maslahatlashib, yana ko'rikka kelib turishi, o'zining sog'lig'ini nazorat qilib turishi. Bu sog'ligiga e'tibor berish kerak. O'z sog'ligiga e'tibor berish. Uchinchi. Agar kasalxonada yotsa nima qilish kerak? Bak kısa kıramayın ki. Uchinchi so'roq. Mikrofonda yakın ne olacak? Hastalıkları iyisinde. Qanday satış kursun yo'qmi? Qatesi qatı. Orada o'zim söylüyorum. Uchinchi so'rovimiz bo'yicha bemorning majburiyatlari, vazifalarini so'ragan. Bittasini aytdingiz. Shifokor berilgan ko'rsatmalarga rioya qilish deb aytiladi. Dori berish, boshqalarni nima qila olmadingiz? Bu yerda 5 ta narsa yozilgan. 5 ta asosiy momentlarni o'tishga kerak edi. Keyin savol. 5 ball qo'yamiz. Dastlab 5 ball. Keyin savol. Bu qaysi a'zo ekanini bilishingiz kerak. Boshqa keyingi narsada nima deyiladi? Shuni o'z ko'rsatishimiz kerak. O'zi familiyasi yozing.
Birinchisi bu ayak so'ngiradi. Javob yo'q. Şimdi buna kamerasını biraz çekiyorum. Seyir yetti. Kameranı istedim. Işık. Seyir şekli değişti. Ne var? Ne bir salonu da seyirler. Yekin salcıydı. Üçüncü biz. Dördüncü jokerin başına koydum. Teyzenin jurnalının çok oldu. Güzel. Toplama bağımızda zararlarınız oluyor. Gözün üstlerimiz olmuş mu? Yani benim olmakta konkret ismi mikrofonda Nebranya kaçı joklat katlar etmesen sana dağda bir atamalar var, baskılık görünüyor. Bizden anam kulak жазып Nebranya jok yansın olarak. Прям жазып тұрасың. Ана жазғансыз. neyse. Kelime kamera hasta olur buraya. Bu. Telefon. Husnbay va Saida. Birinchi blokqa javob bering. Birinchi blok. Savolni o'qing. Eshitdim. 2022 yil 18 mart kuni o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining sog'liqni saqlash sohasida vakillari bilan tibbiyotdagi islohotlar, inson qadri uchun mavzusida ochiq muloqot doirasida belgilangan vazirlar ijrosini ta'minlash maqsadida Prezidentning Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha qanday qarori tasdiqlandi? 2022 yil 18 mart kuni 2022 yil Prezidentimiz tashabbusi bilan Qoraqalpog'iston Respublikasiga kelgan vaqtlarida ular shu bilan tibbiyot sohasida meditsina instituti, ya'ni klinikasida bo'ldilar. Kelgan vaqtlarda bu klinikamizda sog'liqni texnikalarini yanada chet el hamkorligi bilan birgalikda, ya'ni Yaponiya hukumatidan unumli foydalanish maqsadida texnikalarni olib kelish Savolga tushunmadim. Nima so'radi? Tibbiyotdagi islohotlar inson qadri uchun mavzusidagi ochiq muloqot doirasida belgilangan vazirlar ijrosini ta'minlash maqsadida Prezidentning Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha qanday qarori tasdiqlandi? 272 sonli qaroriga muvofiq Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Prezidenti qaroriga muvofiq sog'liqni saqlash, ya'ni epidemiologik osoyishtalikni
yanada rivojlantirish borasidagi ishlar amalga oshirish bo'yicha aytilgan. Bundan ko'zlangan maqsad ya'ni sog'liqni sanitar epidemiologik osoyishtalik markazlarini ochish va chet el bilan birgalikda chet el mutaxassislarini olib kelib, bu soha bo'yicha yana rivojlantirish, o'qitish ishlarini olib borish ishlari ko'zda tutilgan. İkinci saat koyduk kızım. Birinci saat Cuma'da oldu. Birinchi savol bo'yicha javoblaringiz qanaqanday darajada, lekin 2018-yilga nomlashib vaqtdan so'ng Tibetdagi inson qadri uchun shiori ostida so'nggisi bo'ldi. Va shu asosda bundan keyin prezident qarori, Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilindi, ya'ni chekka hududlarda tibbiyot sohasini rivojlantirish va shuningdek tibbiyot sohasini yanada kuchaytirish masalalari bo'yicha. Javobimiz qanday darajada? İkinci. İkinci blok shifokor patsientga tushuncha berish. Shifokor patsient kelgan vaqtimizda biz bemorlarni bizning qabulimizga kelgan vaqtdan uning yurishiga qarab uni baholab borishimiz kerak. Uning obyektiv va subyektiv tekshirish asosida u mustaqil o'zi yurib kela oladimi, uning holatiga qaraymiz va undan so'rab surishtiramiz. Bemorning qay joyida og'riq borligini va bu borada bemordan kerakli ma'lumotlar olingandan keyin bemorga kerakli muolajani qo'yamiz. Bu bemorning tashxislariga qarab, agarda bemordan olinadigan tashxislar kerak bo'lsa, biz unga laboratoriya tekshirish uchun hamshiraga aytib unga yo'llanma beramiz. Va bu laboratoriya ma'lumotlar chiqqanidan keyin bemorga tashxis qo'yamiz va bemorga kasalligi to'g'risida yoki uning sog'lig'ida qanday nuqson borligini asta-sekinlik bilan aytib tushuntiramiz va uni davolash choralarini olib boramiz. Masalan, shifokor bilan bemor o'rtasida muloqot, shifokor bemorga asosan juda yaxshi munosabatda bo'lishi kerak. Masalan, bemorlar ko'pchilik ginekologik bemorlarni oladigan bo'lsak, ayollarda u bilan yaqin munosabatda bo'lmasak, u o'zining kasalligini bemorlar aytishga uyaladi ham, qayerda og'rib turganligini. Shu yo'sinda bemorlarga yaxshi muomalada bo'lib, u bilan birgalikda yaxshi suhbatda bo'lish kerak. Keyin bemor bilan shifokor o'rtasida bir qancha, masalan, kelgan bemor bizga ishonib keladi, unga to'g'ri muolaja olib borishimiz kerak. Xulosa qilsak, berilgan savolga javobi Uchinchisi olmuş. Uchinchi blok yadrogen kasalliklar. Yatragen kasalliklar. Nima degan yadrogen ma'nosini bildiradi.
yadrogen, ya'ni yadro umuman olganda Yadromuz yadro. O'qilaturib yozib qo'yib o'zi ne bo'lsin? Yozib turibdi. O'sha ma'nosini aytasiz. Yadrogen ma'nosi. Qaysi kasalliklar yadrogen kasalliklar? kasalliklar yadrogen kasalliklar tashqi muhit ta'sirida paydo bo'ladigan kasalliklar, ya'ni masalan kasbiga oid kasalliklar ham bo'lishi mumkin. Kasbga oid kasalliklar, ya'ni ish faoliyati davomida bemorlarda masalan kimyoviy moddalar yoki kimyoviy zavodlarda ishlab chiqariladigan zavodlarda ishlaydigan ishchilarga tashqi muhitdan ularga zarar yetkazilishi mumkin. Yo'q, to'g'ri emas. Izoh bering. Umumiy boshqa narsa. Nol bahosi. Boshqa narsalar. Yadrogeniya kasalliklar haqida sizga yadrogeniya so'zining ma'nosini aytishimiz kerak edi. Birinchi neni anglatadığını aytishimiz kerak edi. Ne sebepten bu kasalliklar kelib chiqadi? Siz ulama boshqa narsa aytdingiz. Yadro haqida aytdingiz. Yadrogeniya deb biz tushunib berdik. Sonda da yadrogen kasalliklarga aytamiz. So'rag'imiz, javobimiz qat'iy. Ulama tushunigimiz shu yadrogeniya bo'yicha. Nol bahosi. To'rtinchi blokda bu rasmiyga nima qaysi qilishimiz kerak va numeratsiyani ko'rsatishimiz kerak. Bu yerda qaysi kombinatsiyada boshqa qaysiga qaysi a'zo berilgan bu yerda shunday kombinatsiyalarni
Kallasiyning suyaklari. Böyle kallasiyaga kiradi, butun kallasiyaga kiradi. Besh qismda joylashgan. Bu yerda ko'z kasasi bo'lgansiz. To'g'ri ko'z kasasi bo'yicha bu ochish kerak edi-da. Ko'z kasasi tegishli narsa bu yerda bo'lgan. Sizning javobingiz bo'yicha Yaklaşık. Şimdi bir familya görüyoruz. Ben işe var, bunu 16. Birisi 16, 7'si 14, üçüncü. Şu oldu, şimdi. 64, 6, ne diyeceğiz? Ben işe var, 16. Yıkım sırasını tekrar, şu sırasını, şu sırasını. Yani, Gördünüz kuşaklarımızda. Arasında sonra bir jurnalist konusu mu? Olan balların aramızda. Sonra so'rab qolishimiz kerak. Sonra mı? Siz bu yüzden bergen javobni bizlar bergan bahomizda qanaqalanib o'tdi? Qanaqalanib aytib o'tsak. So'ng so'rab olamiz. Şimdi kameralar bakacak olacak. Anladınız. Bir kastan söylüyor. Söyle bir problem var mı? Kor büyütü açık. Burada. Ya, odamız. Hayır, ko'rsatib turibmiz. O'tiras birinchi blok boshlayapmiz. Yok başkasına. Arkadaşlar, Birinchi blok O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17/9/2022 o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida hemşirelik ishi faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi 578-son qarori haqida tushunchangiz. Hemşirelik ishini bitirganlarga nazarda protsedurni kabinet ochishga ruxsat berilgan. Ya'ni agar kelgan patsientning qo'lida doktor yozib bergan retsepti bo'lsa, ma'lum bir litsenziyani olgan holda, ya'ni ochishga huquq olgan holda prosedur kabinetda ish yuritishi mumkin. Muolajalar olib borishi mumkin, inyeksiya qilishi mumkin. Yoki bo'lmasa uzrlar qo'yish bo'yicha ishlashi mumkin. Lisenziya olish tarafida ro'yxatdan o'tadi. Qonuniy tartibda ishlangan davomida ro'yxatdan o'tadi. Qaysi yo'nalish bo'yicha oliy ma'lumotli bo'lishi kerak? Shuni so'rayapsizmi? Hemşirelik şu uzmanlık barındırgan shaxs sifatida hemşirelik ishi faoliyatidan so'rashga qaysi insonlar sizni bo'lishi yo'nalishlar bormi? Endi misol uchun bizga biznesga o'tgan vaqtni aytganda o'qituvchimiz sizlardan o'zlaridan prosedurni kabinet ochishimiz mumkin, sizlarni diplomingiz qog'oz qilib beradi degan. Shu biznesni bitirib umumxona bitirgan oliy ma'lumotli hemşirelar ham prosedurni kabinet ochishi mumkin deb aytgan.
Aslında. Biroq biz davolash huquqini ega emasmiz. Bir retsep yozib berishingiz mumkin emas deganimizga. Bizda vrachlik huquqi yo'q. Только vrachlar yozib bergan назначение bo'yicha siz o'g'il muolaja olib borishingiz mumkinligi. Biznesga kelgan ustozimiz aytganda. Keyin so'radim. Birinchi savol bo'yicha javoblarimiz Bir şey koydunuz? 15'te 20. İkinci soru. Ikkinchi savolda subordinatsiya degani nima degansizlar. Bu bo'yicha tushunchaga egamiz. Ordinatura degani bu oliy ta'limdan keyingi Yok, subordinatsiya boshlanadi. subordinatsiya demak uni oldingi narsa oladi. Короче, bir подготовка degandaymi? Narsami? Subordinatsiya bo'lsa u узкий список oldingi ta'limmi? Qaraymiz. Yaxshi, o'zingiz fikringizni ayting. Subordinatsiya bo'yicha. Bu haqda nima Fikirga ega emassiz, a? Uchinchi savolda. Ikkinchisini bahasi. Agar bemor qabul bo'limiga ko'chadan behush holatda va hujjatsiz olib kelingan bo'lsa, hamshira opa shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish va bo'limga olib borish uchun shifokor tomonidan tekshirilgandan so'ng siz hamshira nima qilishingiz kerak? Bu yerda shifokorning o'zi bari ko'rsatmalarni beradi. Uni birinchi bo'lib palataga olish kerak bo'lsa, Ular narsalar yozilgan. Bemorga tibbiy yordam ko'rsatib bo'lgandan keyin siz hamshiraning vazifasi nima deydi? Transportirovka, bemorni tutish, vrach ko'rigidan o'tish, hamma narsa ishlangan. Siz nima qilasiz hamshira bo'lgandan keyin? muolajalardan bajarib bo'lgandan keyin shifokor ko'rsatmasiga binoan, ya'ni temperaturasini tushirish bo'yicha, o'ziga keltirish bo'yicha, tinchlantiruvchi sedativ preparatlar bergandan keyinmi? Hamma narsa qilingandan keyin uni kuzatish kerak. Naблюдение. Kuzatib turish kerak. Agar ahvoli yaxshilanib o'zidan kelsa, vrachga xabarni yetkazib turish kerak. Agar ahvoli shu olib borilgan muolajadan keyin ham yaxshilanmasa, bu haqdadan vrachga ogohlantirib turish kerak. Hamshira qarshqa borib kuzatib turish kerak. Sizga aniq aytadi, ko'chadan hech narsasi yo'q, ko'chadan olib kelingan, behush. Siz birinchi yordamni ko'rsatasiz, kim bo'lishiga qat'iy nazar. Pasport ham kerak emas bizga. Faqat yordamni ko'rsatib bo'ldik. Endi nima qilasiz deyapti. Siz hamshira, shifokor emas. Kimlarligini aniqlash bo'yicha bizga telefon qilib bizga shunday noma'lum shaxs keldi deb bildirish berish kerak bo'lishi kerak. Bildirishnoma berish kerak. Короче, shu shaxsni aniqlash bo'yicha. Nimalarga ko'ra berish kerak? Endi aytsa, militsiyaga nima deydi? bizga shunday uning jinsi misol uchun falan yoshlardagi falan yerdan, misol ko'chada, bozordan hushsiz holatda shunday odam olib kelindi. Shuni shaxsini aniqlashda qanday yo'llar bor? Endi bemorlar bo'limga kelgan bemorlarni qabul qilish mana shu masalalar bo'yicha asosiy yersi. Siz faqat qo'ng'iroq qilmaysiz, hujjatga qaysi hujjatni to'ldirasiz? Hamshiraning asosiy vazifasi shu. Bu yerda so'rab turgan. Statsionar karta Izoh hamma narsa bo'yicha izoh beradigan bo'lsam, telefonogramma yurnali bo'ladi. Hamshira faqat birinchi очередь siz shunga registratsiya qilib bo'lib, militsiyaga aytgan nimalarni berasiz. Endi registratsiyaga shu jurnal priyomiga kelgan vaqtimda aytmadingiz shuni.
aytmadik. 8 неизвестный dedi. Keyingi savol. 8 bal qo'yamiz. Olmadı sınırı var. Endi bir rasmda qaysi ota bo'lgan tepaga familiyasini yozasiz va numeratsiyani ko'rsatishingiz kerak. Nima ota belgilangan. Tushunarlimi? Tasvirimiz qaysi a'zoni? Rasmi. Bu kralning bosh. Shu raqamlarda qaysi a'zoni? Shuni tanib beringlar, qaysi a'zoni belgilangan ko'rasizlar. Boshdagi o'z kralning kiyimlardan yuqori jahli ko'rdim. Mandibula, pastki jah maskara, ko'z qasasi dedim. Ko'zimiz oqimiz ekanligini qasasini aniq aytaman. Bu shu tishlar bor, degan. Keyin burun, yumor. Na peshonasi yangi esimdan chiqib ketadi. Davomimiz Bosh suyagi to'liq butun bosh suyagi berilgan, to'g'ri. Lekin bu yerda rasmda berilganini aniq berilganini aytishimiz kerak edi. Ko'z kasasi, burun bo'shlig'i, ushlanib ketishingiz kerak. Siz faqat ko'z kasasi deymiz. Kasasi burun deymizda, burun suyagi deymiz. Bo'shliqda bu yerda biz faqat bo'shliq, ko'z kasasi, bu ko'z qismidagi. Qanqarmi? To'liq emas. endi oltinchi sayyorasini Yo'q, siz bu yerda asosiy ko'z kasasini, burun bo'shlig'ini, hammasini ta'kid berishingiz kerak. Siz yuqori jag bu yerda umumiy bu yerda pastki jag yo'q, berilmagan. Masalada yozasiz, yuqori jag mandibula yo'q, noto'g'ri. O'rnini Ko'z kasasi o'qilsin. İşi var mıydınız? Olsun. Olsun. Bahanda aytıyoruz balını. Familiyani verebilir mi dedim. Familiyani. Sen bergan har javobni eslatib olyapsiz. Birinchi savol bo'lsa, ikkinchisi nima? 308 309 jami 700. Qalası qaysi? Qanaqani so'rayapsiz? Subarda aqlim yo'q. Yo'q, bunday deganda qaysi? Numara 67 bağlamında. Değil mi?
Her biri soruyor. O her kaysının işi mi geldi tabii? Ben cihazı NATO olursa ne var? NATO olursa tümle otelin düşerken ister. NATO olursa o kadar yaptı. Sağolun masrafı yaptı. Ana ne bir Vakit dinlemez. İşte bunun gibi olur. Atadan olur. Özüm getirmem de. Yani kamera nasıl kontrol etmez. Fotoğraf oluyor ki Rol. Nereye söyle koy bir alalım. Hem de Rozum razı Atabey. ha bu koy ama nereye? Az bir önce. Aa bir de bir ha çok da bu bir tane. Şimdi bakalım. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 11-22-22 tibbiyot va xususiy sektor faoliyati qo'shimcha qulayliklar yaratish va soha qonunlarini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonning afzallik va soha tibbiyotlarini xizmatini rivojlanishini ko'rish. bo'yicha tushunchalarimizni bayon qiling. O'zbekiston Respublikasining Prezidentining navbatlarini 2022 son qaroriga nisbatan Prezidentga ya'ni tez tibbiy yordamni yanada takomillashtirish va osonlashtirishga qaratilgan qarorlar imzolagan. Qishloq vrachlik punktlarini oilaviy shifokorlik punktlariga o'zgartirish qarori imzolanganligini tushunamiz. Ularni takomillashtirish, yaxshilash, aholi tibbiy sog'lomligini yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlarni olib borish. Yanada qulayliklar yaratish. Asosan shu hozirgi dunyoning barcha yo'nalishlarda xususiy sektor ishini qo'llab-quvvatlash. Masalan, biz bilamiz, hozir xususiy sektor esa unchalik yo'q emas. Va uni 25% ga oshirish masalalari, undan ham ko'paytirish masalalari bu o'zining aksini topadi. Chunki aholiga sifatli mehnat yaratishda faqat davlat mehnatiga emas, xususiy mehnat rivojlantirish ham juda ahamiyatli masala hisoblanadi. Shular haqida asosan bundan bayon qilingan, ya'ni xususiy sektorning ulushini yanada oshirish masalalari. Bu birinchi negiz bo'yicha javobingiz qoniqarli darajada emas, buni o'zingiz ham yaxshilanish mumkin va keyingi savolga o'tishimiz mumkin. Ikkinchi xarakterning shakllanishiga qanday faktorlar ta'sir qiladi? Xarakterning shakllanishiga asosan insonning faoliyati bilan bog'liq bo'lgan narsalar. Xarakterni inson nimasiga bog'lasa bo'ladi? Melanxolik, hirsizlik, depressiv, melanxolik insonlar toifasini bo'lishimiz mumkin. Xarakterni
Siz ikkinchi blok bo'yicha berilgan savolga to'g'ri javob yo'q. Xarakter to'g'risida berildi. Siz temperamentni aytdingiz. Bundan javob yo'q. Uchinchi savol. Temizovul. Sog'liqni saqlashning asosiy 3 ta komponentlari. Sog'liqni saqlashimiz, sog'lom turishimiz. Sog'liqni saqlashning asosiy 3 ta komponentlari. Orasında birkaç bir familiyası var. Kaysa ağda verildiği kaysa ağda. Onun öğretmenler, rakamlarla kaysa ağdanın sürecini fırsatçılar. Üç kısmından kaysa familiyası yazın. Orası kaysa ağda. Onun öğretmenler. Karıştırır. To'rtinchi nomlar tushiga ammo so'zlari deb yozuvchilarning hammasi yozuvchilar. Qisqasi shunday. Endi shuni qaysi kerak? Birinchisi shu katta bo'lib davom etadi. Yo'q, bu qaysi rasm? Nimani rasmi? Oyoq so'zlar rasmi. Oyoq so'zlari. Nimani rasmi? Qaysi qilib? Bu rasmi? Oyoq so'zlari, birinchisi turbinani katta bo'lib davom etadi.
Qolganlari 8 tanda. 8-chi nima? 8ta nima? Xasus. 8 degani nima? Bu yerdagimi? O'tchi suyular nasl nomlari boshqasi. Nima? Barmoq suyuklari. Bu barmoq suyuklari. Mayli, lekin bu oyoq suyaklariga kiradi. Asosiysi bu oyoq qo'lda so'yiladi. Tibiya emas. Tibiya bu qo'lda so'yiladi. Katta qo'lda so'yiladi. Aslo emasmi? Tibiya bu oshqisi. Oyoq qo'ljasidan faqat belgilanadi. Tibiya yo'q oshqisi. Lekin bu yerda ko'rsatganimiz kaps usti deganimiz to'g'ri 8ta. 8ta kaps 8ta deganimiz nima? 8 suyak bor deganimizmi? Lekin 8 emas edi, 7ta. Tushunarlimi? Qo'lda 8ta. Lekin xasus deganimiz to'g'ri. Bu yerda nima yozasiz? Kaps suyaklarni. Kaps suyaklari metatarz to'g'ri barmoq suyaklari hammasi. Nishi? Yekun. Sektor. Faqat bularni aytganim shuni buni boshqasiga aytmaymiz. Bo'lma qolishda yo'qolishda berilmaydi. Keyin. Familiar. Birinchi savol. Sakkiz. Ikkinchi nima? Uchinchi nima? To'rtinchi. Jami qirq. Tasvir O'qib ko'ring buni. Bunday qadam bo'ladi. Sizdan chiqib javob beradi. Yuyuvadan Ya. Yuyuvadan Şunu aytayım mı? Şunda bir zaman görmez mi? Zaman ya. Türkmüş zaman. Türkmüş zaman yazıyor. Sonra şu vaktin oldu da. Şeyler yapıp. Bunlar yaz bir tane oluşup. Sanki vakti var. O da geçen ölmesi. Bunlar. Mesela azında bölüm kültürü o. Bas azında kıtay. Cerden gitmiyor. Basın açıyoruz, ayıp, anı yapılan aşağı olmak diyor. Familiar. olmayabilir. Almanım. Oturun. Vay. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1-may 2023-yildagi son sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorning afzalliklari va sohaning rivojlanishiga hissasi qanday? Tibbiyotda raqamlashtirishdan afzalliklar. Poliklinikada odamlar Biriniz aytaverin. Aytaverin. Biriniz aytaverin.
Raqamlashtirish misol uchun statistik ma'lumotlarga asoslangan bu hisoblanadi. Bunda asosan aholi soni, keyin bu kasallangan odamlar bo'lishi mumkin, keyin nogironligi bor shaxslar bo'ladi. Bunda asosan poliklinikalarning ismida raqamlashtirib, ana kompyuterga kirib hozir poliklinikalarda misol uchun shahar oilaviy poliklinikalarda insonlarni misol uchun turar joyi bo'yicha yig'iladi, uchetqa oladi, uchetqa olib keyin shuni bunda asosan janobi kasallangan nelar bo'ladi? Afzalligi nimada so'ng? Afzalligi buning afzalligi dastlab profilaktikada. Misol uchun afzalligida kasallangan, misol uchun kasallikni davolovdan ko'ra uning oldini olgan aql bo'ladi. Shuning uchun misol uchun kasalliklarni erta bosqichlarda aniqlanishi mumkin. Ularga ma'lum nelarni yaratilishi mumkin. Profilaktik chora-tadbirlar yaratiladi. Buning natijasida har xil kasalliklarning oldini olinadi. Keyin yordamga muhtoj qatlam, misol uchun nogironligi bor shaxslar bo'ladigan bo'lsa, nogironligi bor shaxslarga qanday o'zining nesidan ketdi, muhtojliklarini ta'minlamoqda. Asosan muassasalarning ta'minlash masalalari va onlaynlarda ro'yxatga qo'yish masalalari asosan bu shunaqa yaratish masalalada bu qaror qabul qilingan hisoblanadi. İkinci soru. Savol o'qing, eshitdik. Tibbiyot xizmatkorining o'zaro muloqotini tushuntiring deydi. Misol uchun tibbiyot xizmatkorining o'zaro muloqotini tushuntiring bo'lganda, tibbiyot xizmatkori misol uchun bemor bilan hamshira bo'lishi mumkin, hamshira bilan vrach bo'lishi mumkin. O'zim tushundim. Misol uchun hamma nening o'rtasida araliq masofa saqlanishi kerak deb hisoblanadi. Shunda misol uchun asosan bemor bilan ishlashganda o'rta tibbiyot xodimi, ya'ni hamshiralar asosan ishlashadigan bo'ladi. Keyin bularda muloqot asosan ne bo'ladi? Tushunukli hamda qanday muloyim gapirish deb hisoblanadi o'rta tibbiyot xodimining o'zaro nesi. Hamshira bilan vrach o'rtasidagi muloqotga keladigan bo'lsa, bu yerda albatta ikkovining o'rtasida o'zaro ne saqlanishi kerak? Masofa saqlanishi kerak, ya'ni vrachdan bergan nesini, ko'rsatmalarini, misol uchun bemorga bo'ladigan ko'rsatmalar berilsa, shuni kim o'rta tibbiyot xodimi asosan o'z nazoratiga olib, bog'lab, misol uchun manipulyatsiyalar berilganda o'rta tibbiyot xodimi asosan shu bemor bilan ko'p ishlashadi. Keyin tibbiyot xodimi eng avvalo o'zining mas'uliyatini his qilgan holda, insonning umrini o'z bo'yinda bo'ladi-ku, endi shuni his qilgan holda bunday jon-jahdi bilan kirishib, shu odam bilan shuni tuzalishiga, shu odamning ertangi kunga degan umidini sababchi inson bo'lib hisoblanadi. Ibn Sino bobomizning aytgan so'zi bor. Misol uchun kasal dardga darmon bo'luv deydi. Oliyjanoblikning eng asosiy yuksak namunasi bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun ham asosan
muloqotga kirishgan vaqtda tibbiyot xodimlari bemorga o'zini ishontirib bilishi kerak. Sababi bu bo'yicha izoh bersak, savolga qanoatlantiradi, javob berib Savolni eshittirib o'ting. ambulatorning asosiy vazifalari va funksiyalari. Ambulator yordam. Asosiy vazifalar. Ambulator yordam bu asosan poliklinikalar nesi ambulator nega kiradida, ambulator ya'ni bunda ambulator asosiy vazifalar misol uchun o'nta asosiy vazifasi bor. Shuni sanab aytib bering. Birinchi bunaqa vazifa, ikkinchi bunaqa. ambulator ro'yxatga olish, ro'yxatga olish, keyin ko'rikdan o'tkazuv, Barmoqlarimiz Üçüncü sorunuz ambulatoriyanın vazifalarını bergan, sizden so'ragan. Faqat ko'rikdan o'tkazishni aytdingiz. Dispanserizatsiya deb aytsangiz ham bo'ladi. Dispanserizatsiya ko'rik. Boshqa 10 ta buning vazifasi. To'liq javob bermadingiz. 5 baholarni. Kim so'radi? Pastga familiyasini yozasiz. Ko'rgazmada qaysi a'zo. Shunga buyurganini yorishingiz kerak. Boshqa. Keyin u numeratsiyalarda Pasportni qayerga qo'yamiz?
Endi aytdim, qaysi a'zo? Bu chanoq suyagi bo'lib hisoblanadi. Ya'ni To'g'ri, sanoq suyagi to'g'ri. Endi numeratsiya bo'yicha. numeratsiya bo'yicha 15, 14-15 bu bunda oyoq suyagini qo'shish joyi bo'lib hisoblanadi. Noto'g'ri. Aniq nomi bor. Bu yerga qo'shilmaydi, lekin bu teshikka qo'shilmaydi, noto'g'ri. Keyingi bo'lma. Chanoq suyagi yassi suyak. Bo'lma javobimiz. Endi sanoq suyagi siz o'nglashdingiz. Bu yerda yonbosh suyak, o'rtacha suyak, qo'l suyagi shunaqa ko'rsatish kerak edi. Bu yerga yo'q, oyoq suyagida kirmaydi. Noto'g'ri. Teshik uyga kirdim, uyga boshqa qo'ydim. Noto'g'ri. Bu yerda yo'q, bu 14-15-si ikki qo'l suyagi biriktirilgan. Sizin cevabınız Zımayık'a. Koşmacı. Tekrar Kim bilir? siz kesin kalabilir. Siz gelirken Kim yapacağız? Ciddi olmaz böyle. Hakikaten görüyorum. Türkiye'de birinci bu. Yedinci bu. Suçlar. Üçüncü bu. Yani resmen. Aynen. Dördüncü sınıf kaç yapacağız? Birinci bu olacak. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining birinchi sanasi 5-oy 2023 Birinci soru cevabı. Özünüzü düşünün. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Üçüncüsü beş. 2023 yildagi xalq soni qabul qilishni raqamlashtirishga doir qo'shimcha ishlar to'g'risidagi qarorning tibbiyot sohasini asosiy vazifalari iborat. O'zbekiston Respublikasi Uzun cevabı koyduğunu da bize de konu doğru. tizimni raqamlashtirishga doir qo'shimcha ishlar Dokumentlar ketin. Benim. bunda O'zbekiston Respublikasidagi sog'liqni saqlash oilaviy poliklinikalarida ko'p tarmoqli poliklinikalarida bunda hamma hujjatlar elektron ko'rinishga o'tish hisoblanadi hamda O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni tibbiyot sohasidagi asosiy vazifalar nimalardan iborat? Bu aholiga beminnat yordam ko'rsatish, yolg'iz boshliqlar ham O'zbekiston Respublikasi Prezidenti O'zbekiston Respublikasini qurgan gruppalarga beskatli dori-darmonlar tarqatuv, yolg'iz boshliqlarning semyasine borib yolg'iz boshliqlarning sog'lig'idan xabar olish janida akusherlik doirasi qandaydir ayolning attesi 2 marta yo'lga ish borib xabar olib, uni o'rnak ko'rsatkichlarini arterial qon demak ikkinchisi denisida qandaydir bir istek bo'luvi yoki bo'lmog'ini aniqlov o'zi
2023 yıl 5. ayın 1. senesindeki kararlarına da kirdi. Negizden asosiy vazifalardan biri bo'lib hisobga olinadi. Bo'ladi turamiz. Ikkinchi blok. Motivatsiya degani, motivatsiya deganimiz bu adamning umri davomida alga intilu uchun ruhiy және ish-harakati bilan yordam beradi. Ya'ni uni ruhiy jihatdan rivojlanuga, және fizikal jihatdan rivojlanuga, және insonning har jihatdan rivojlanuvini adamning söylöv natijasida bir adamning ikkinchi adamga ruhiy және fizikalik жақтан жоғары ілгерілеуге, өмірге деген көзқарасını кеңейтуге, жасауға деген көп имканиятын жаратуға бірінші адамнан екінші адамға берген рухи байлық болып есепке алынады. Бұнда үшінші блок. Медицина изоляторлары. Медицина изоляторлары бұл изоляция дегеніміз негізінен жекелеу болып есептелінеді. Қандайда бір жерде, қандайда бір мекеме, ямаса қандайда бір ауыл бұқаралы жерінде, ямаса қандайда бір қалаларда, мектептерде жұқпалы кеселдікке тартылған кезде оны изоляциялауға алады. Ямаса қаланы кеселдік шыққан адамнан алады. Қалада шығу керек пе? Түсінбедім. Медицинада изоляторлар бұл изоляторлар дегеніміз негізінен бұл жекелеу. Қандайда бір мекемеге, қандайда бір ауылда бір кеселік, ең жұқпалы қауіпті кеселігі бар адам анықталған болса, ол адамды изоляциялау, яғни жекелеу жұмыстар алып алады. Оны жұқпалы кеселікке тартылған болса, мысал қылып айтатын болсақ, оны арнаулы емдеу мекемелеріне жіберіледі. Мысалы, туберкулез кеселігі бір шаңырақта бір адамда анықталған болса, оны рентгенологик және бактериологик, яғни қақырық бөлімінің қақырық микробиологияларын тексеру нәтижесінде туберкулез анықталған болса, сол туберкулез анықталған адамды 6 ай мауарында жағдайына қарап 3 ай емес 6 ай мауарында арнаулы туберкулез диспансерге ондай емес. Изоляциялаудың мақсаты не? Изоляциялаудың мақсаты не? Жұқпалы кеселік тарқалудың алдын алу. Ол изолятордың больницада болады, бірақ мекемеде үйінде изоляция. Қалада ұлыма неше дұрыс изоляторға түсінік берді, жақсы. Азғантай енді не болды, соның үшін қанаттандырады. 16 Kendisi uydu. Sizin suretlerine anlatamayan suretin kamerasyonu tam kayısı anlatımı organı. Tüm bilgiler tam numaralar qanday anatomiya ko'zlariga
taomimiz pishib Qanday organ ko'rsatildi? Qanday organ Şuabımız ılımın atıdır. Bu şuab ortaklar tamı sekşeli girmiş, sekşeli olmasa ondanca özeydi. Bakmamız bu. Anca yok, balık Pirogoşnyanı can keptiremiz. Kelana şey istesiniz. Kelana bakacağız. Ana şıkkansın kirette. Bir şey soralım bunun hakkında. Bir kişinin götü. Şu için bunu aldı. Şimdi bununla bağlı. Aslında böyle. Bugün gördüm ya. Ne aldım sorulduğum maksimumda yok. Çok gördüm ya. Aslında ne kaldı? Sen dediğin Doğru. Pedro kaptan ne? O kim? İyi tamam. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 15 dekabr 2020 yildagi 700 qaror asosiy mohiyati. İkinci blokta. Psixogigiyena turlarini ayting. Psixogigiyena asosan insonning psixologiyasiga qaraganda uning gigiyenik taraflari bo'ladi. Ularda son gigiyenaning asosiy tamoyillari bu tozalikka rioya qilish, shaxsiy tozaliklarga asoslanadi. Ularda asosan har bir psixologiya, ya'ni ruhiy jihatdan inson sog'lom bo'lishi, ruhiy tomonlama aqliy mohiyatga ega bo'lishi, o'zining fikriga,
so'z erkinligiga ega bo'lishi, birinchi turda ikkinchi tur deb aytdim. psixologik narsalar bir narsalarni Psixologiyadagi o'zini ruhiy tomondan, psixik tomondan nimaga ma'lumotlarga ega bo'lish, gigiyenalarga rioya qilish, gigiyenalar qilishi, to'g'ri olib borishi. Psixogigiyena boshqa, psixogigiyena boshqa. Gigiyena desa, o'zi qon kasalliklardan oldin bo'lishni, o'zining shaxsiy gigiyenasini saqlaydi, odam kasallik chiqarmoqchi. Psixogigiyena deymiz. Psixogigiyena. Dispanser nima va Dispanser biror bir kasallik bilan shug'ullanadigan tur bo'lib, ularda asosan dispanserlar shug'ullanadigan kasalxonalarda bemorlarni yaxshi parvarishlaydi. Ular turli xil kasalliklar bilan emas, bitta kasallik bilan ish olib boriladi. Ularda asosan dispanserga olingan bemorlar qandaydir muhtoj oilalar bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa kamdan oilalar bo'lishi mumkin. Keksa yoshdagi qariyalarni oladi ko'pincha. qanday dispanserlarni bilasiz? Qanday kasalliklarni dispanserlar? Ruhiy kasallik. Ruhiy kasalliklar. Og'ir kasalliklarda, ruhiy bardir, ruhiy rajatın qanday dispanser, psixiatriya rajatın qanday dispanser, qanday dispanser? Halkın jasayı qanday dispanser, psixiatriyada qanday qandaydir bir bağlama bo'yicha bir psixiatr bo'yicha Yeminetron, Martislar, dispanser. Ruhiy kasallik dispanser, hamma dispanser var. Nafrologik kasalliklar dispanseri restoranlarma, endokrin kasalliklar dispanseri, çevre-venerik kasalliklar dispanseri. Umuman aniqlanmasini aytdi-da, so'ng qanaqandirlarni ko'rsatib bo'ladimi? Siz bu aslında qaysi aldangan yoki endi shuni yozing, boshqa bu yerga familiyangizni qo'yib yozing. Kelishini bilmayman. Qanday suyak va bu raqamlarda nima? Shu suyakni qanday qismlari bo'lgan tushunishimiz kerak. Birinchi shu a'zoning yoki suyakni nomini yozing. Ne üzerinde hala çok görüyoruz. Şu cevabımızın
bergan javobimiz noto'g'ri, umuman tushunmaymiz. Boshqa yerda hammasi tushyapti. Bahamiz nima? Cho'zib ketadi. Nima Yoqqa pasportimni ekranga tiqib keting. Yaqinroq. Bo'ldi. Yaxshi o'tasiz. Ana bir yeb o'g'irsin. Alasan. Nadan birovni olasiz? Birovni olin. Bundan birovni olin. Siz bundan birovni olin. O'tiring. Birinchi blokqa javob berish. O'tiring. Birinchi blokqa. Hamyamsa. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 7/7/2022 320 sonli qarori psixoprofilaktika profilaktika bu kasallikning oldini olish maqsadida o'tkaziladigan testlar tibbiy etika nima? Tibbiy etika qanday 5 qoidalarni egallaydi? Etika bu kiyinish madaniyati, so'zlash madaniyati, bemorlarga nisbatan so'zlashish, muloqot qilish, muloyimlik, bemorlarga tushuntira, kasalligi haqida ma'lumotni tushuntira bilish, nutq so'zlay olish, etika hisoblanadi. Kiyinish madaniyati ham o'sha profilaktik muassasaning o'zida belgilagan qoidalariga asosan kiyiniladi. Qoidalari Uchinchi so'roq. Tibbiy etika. Yesa tibbiy etika. Faqat tibbiy etika qo'yilgan. tibbiy etika tibbiy etika kiyinish madaniyati, so'zlash madaniyati. Qanday qoidalardan turadi degan savolni to'liq o'qing. Tibbiy etika qanday Beshta qoidasidan birinchisi nimacha? Birincisi o'zaro yaxshi muloqot o'rnatish. Kim bilan? Bemor bilan. Unga kasalligi haqida to'liq ma'lumot bera bilish, tiniq so'zlash kerak.
Şu hammasi bir sen ikkinchisini Kiyinish madaniyati. kiyinish madaniyati. Shunisi Xulq atvor. xulq atvori. Ular bal koymadı. 16. Nişi savundu. 40 geliyor. Köyüm savundu. Bu to'rtinchi bo'lg'insi rasm beriladi. Shu rasmda nima ko'rsatilgan qaysi a'zolar yozish kerak, yozishimiz kerak. Boshqa qanday rasmda nima berilgan, qaysi a'zolarni yozish kerak. Raqamlarni ko'rsatish kerak hamma narsa. Va bu rasm nima haqida? Suyaklar, birinchisi Bu rasm nima haqida? qo'l suyaklari. Birga nima beramiz? Birinchi raqam, To's suyak. ikkinchi, Son suyak. uchinchi, Yelka suyagi. to'rtinchi. Panjara. Bu rasmlar bo'lmi javobimiz? Endi bergan javobimiz noto'g'ri. Bu rasmda suyaklarining tasnifi berilgan. Maysimon suyak, qabak suyak, yassi suyak. Sizin hozir birinchi, ikkinchi, uchinchi deganingiz ham noto'g'ri. To'rtinchi men qanchalik yaxshi nol. Ular kim? Kamdayım derece. Kim size? Çok. Demek ki bir soru var. Var mı? Buna Mana şuraya koyun. Ana ekranga bak. Pasportunda. Şahın bezine tutup ekran. Oldu. Bu yaktan sağ olun. Bundan alalım. Bundan alalım. Yok. Bundan. Bundan bittasini alın. Oturup cevap verin. Oturun. İbadeler abi Abi birinci soruna, birinci yoldaki soruna var. Şu boyunca yapabiliriz. O'zbekiston Respublika Prezidentining 2023-yil 5-oy 1-sanadagi TK 1-4-sonli qarori nima haqida? nima haqida ekan? Birinchi, ikkinchi savol. Ikkinchi bu.
İçki motivatsiyaga tarif beraylik. İçki motivatsiya deganda bu odamni ruhiy, psixologik tarafdan ruhlantirish, motivatsiya tezligini ruhlantirish, ko'tarib harakat qiladi. Bu ichki motivatsiya deganda odamni ichki ruhan tarafdan tayyorlab olishdan ichki motivatsiyaga tarif beraylik. Motivatsiya degan o'zi Motivatsiya ruhlantirish, rag'batlantirish, odam psixologik ishonch. boshqa javob yo'qmi? Javob qanaqasiz? Uchinchi. Keyingi savol. Bemorning individual rejimi nima? Ular turlari tavsiya qilinadi. Individual rejim, tasnif bering. İchki rejim. Individual rejim deganda onun qanday turlari bor? Tavsiya bersa, xarakteristika bersa, nechta turi bor? Bemorning shaxsiy rejimi, yakka individual degan. Bemorning qanday rejimlar bor? Bemorning Bemorning rejimlari Yatak rejimi var, yana qanday rejim? Uchta yotoq rejimi, yotoq, bemor. Savol. Endi bu rasmda qaysi a'zo berilgan? Shuni yozishingiz kerak. Birinchini a'zo haqida ko'rasiz va shu raqamlarga chizilishi. Nimaga yozish kerak? Boshqa familiyasini. Familiyasini yozing. Qaysi a'zoni rasmi? Raqamlarda nima berilgan? Bemor. Bu bahomizni bu oyoq serimi. Kelin, işi olan Ay, bo'g'oncha bayram. Buni beramiz. Yetti o'rs ketgan. Barma iki. Yevroda iki bola bor. Bola so'mlaydi. Pasportini olasiz. Вот сюда пройдите. Вставьте. Нет, открой паспорт. Фамилия. Вот так. Все. Сюда пройдите. Это 4 блока. Билет выбирать. Один. 4. Pasportni orqa qog'ozini bo'lib birinchi birinchi blokda переводlar qo'yabilirsizmi? Birinchi blok переводlar qo'yabilirsizmi? Birinchi blok
Yemin ediyorum. O'zi ko'rgan birata olasiz. Yemin bo'lmaydi. Второй год, там есть на русском. Расскажите нормы, расскажите нарушение норм этики и деонтологии. Этика и деонтология, в свою очередь, деонтология означает правильное общение с пациентом. Когда общаемся с пациентами, мы должны познакомиться с ними, не нарушать правила деонтологии, хорошо общаться. Сперва должны Какие нормы? Нормы. Что происходит, если врач нарушает нормы этики? нормы этики, если нарушает врач нормы этики, пациент уже не хочет с ним общаться. В первую очередь, уже начинается правонарушение. Мы должны с хорошим словом объяснить ему, что мы врач, что мы его лечим, и цель этой процедуры. Если мы нарушим эти правила, он может агрессивно влияет на наши отношения. Впоследствии что происходит с врачом, который нарушил нормы этики? Интересно? Он будет отвечать с нормами законодательства Республики Узбекистан за правонарушение правил. Если не полностью, конечно, ответ, но предварительно. На первый вопрос опять. С переводом. 14. Это факт. Что вы знаете о Зарубежные инвестиции в сфере медицины Республики Казахстан. Что вы знаете о внедрении зарубежных инвестиций в сфере медицины Республики Казахстан? В сфере инвестиций в Республике Казахстан внедрены из зарубежных стран, нам приходят врачи, которые специалисты своего дела, обучают наших врачей новым технологиям в сфере медицины. Инвестициями является Наши врачи тоже имеют право обучаться за рубежом, и там работают совместно, да? Вообще слышал такое? Да, совместно работают. Западный чем будет? Общий принцип есть.
Tretий вопрос. Балл. Балл кончает. 8. Чтение на следующий вопрос. На третий. Репродуктивные права. Репродуктивные права. Что такое репродуктивные права? Есть ответ. Что такое репродуктивные права? Репродуктивные права Слово репродуктивное. Не помните, да? Вообще понятие есть? А что входит? ре означает повторное, продуктивное. Понятие как четвертый блок. Вот этот рисунок. На этом рисунке какой орган? Орган стоит вот здесь. Вот, сейчас. Какой орган? И по нумерации строения. Если структура рисунок. Что за рисунок? Какой он? Üçüncü. Üçüncü.
Понимаете? Один смотрите. Первый самый третий что? Сравнение. Класс, получается. Первый мозговой слой. Что? Слой? Слой говорит. Слой, мозговой. Слой. Знаете? Ну, это Василий код, мама правильно. Ну, остальные не изменятся. Раз, два, три, раз, 7. 7 или 27. 27. Здравствуйте. Здравствуйте. Бяхал. Пройдите. Паспорт. Паспортом как паспорт это не а, камера. Вот кило. Первый год 8 лет. 14. Итого 27 лет. Это 49. 49. Баллы қанша будет? 7. Бірінші блокқа жауап береді. Максимал баллы Бірінші вопросына айтайын. Бірінші блок. Вам понятно перевод? Кыргызстан Республикасында экологик объектini Если хотите по-русски, Со введением независимости Узбекистан Sonra Естинская область. Sonra Естинская область. Вопрос. Өзің басып алған қай не олайшы ма, ешкім бақырмай, шақырмай, білгенді айтады. Узбекистан 31 августа 1991 году Узбекистан был принят независимостью Узбекистана. 8 декабря 1992 году. Нет, вопрос другой. Да. Другой сейчас. Сколько мы оборотов? У нас в Узбекистане сейчас есть 4 партии. Это Узледек, Миллет Клянеш, Халк Тимарин. Да, сейчас. Да, понятно. На вопрос конкретно. Раньше было 4 партии, одно движение. Это экологическое движение. А сейчас это экологическое движение превратилось на экологическую партию.
Самая молодая партия в Узбекистане это экологическая партия. В экологической партии сейчас много уделяется внимания. У нас сейчас много уделяется внимания после обретения независимости Республики Узбекистан. С годом меняется. Мы сажаем разные дерева. Так общее понятие есть, да? Есть. Просто из-за волнения, что ли. Есть все. Надо на вопросы конкретно отвечать. Сейчас там вопрос другой, да? Состояние очень сложно, и государство, и политические партии, гражданское общество не стараются, чтобы частного хозяйства, но политические партии это же важную роль играет в экологическом. Экология Кыргызстана очень сейчас из-за катастрофы Аральского моря сейчас экология совсем менялась из-за озоновый слой. Нам действует прямо ультрафиолетовые лучи, прямо из-за этого нам экологическое состояние в Каракалпакстане постепенно. Значит, подскажи, значит, здесь в основном вопрос направлен на улучшение влияния экологических факторов, да, экологических факторов? Какие факторы в последнее время? Улучшение для улучшения влияния вредных факторов экологии. Улучшение сейчас сделано. Разные улучшения, например, например, я сама волонтер, мы каждый день, каждую неделю, каждый месяц мы ходим на агентство «Молодежь», и именно с экологией партии. На одно уважаемый президент, когда пришел в Казахстан, нам принес много капиталов и развил разные сотруднические отношения, чтобы... Хорошо. Значит, основное направление было улучшение влияния экологических факторов. Это водоснабжение, улучшение водоснабжения, питьевой воды. Потом... Сажать деревья. Да, сажать как... Общий понятие, ладно? Химия, Bahasın айтты. 14. Укажите причины нарушения деонтологических норм. Деонтология это слово означает от древнегреческие слова дион, этика, правила, логия это наука, учение. Это деонтология. Если сказать деонтология, это правила этики медицинского персонала. Надо медсестры, медицинская сестра должна хорошо относиться к пациенту, а то каждый пациент слушает внимательно слово медицинского персонала. А если не слушать разные слова говорить, разные ненужные. Есть понятие ятрогения. Ятрогения Это вопрос. Нельзя так, да? Вопрос другой. Нельзя так. Только на вопросы отвечайте, пожалуйста. Да, ятрогения не относится. Нарушение деонтологии. Нарушение деонтологии спрашивают. Нарушение деонтологии относится это
плохое отношение к пациенту, потом Плохое грубое отношение. да, когда не должны мы прямо сказать пациенту болезнь. Есть да, врачебная тайна. Я хотела именно ятрогению говорить. Нельзя прямо на лицо нагло. Это врачебные ошибки, не тайны, там где-то где нельзя надо вопрос какой был? Укажите причины нарушения дентологических норм. Да, вы имеете общее понятие по дентологии. Здесь ятрогения, другие площадки не полностью не удовлетворены. Так как причина нарушения дентальной нормы конкретно имеет 3 вида. Из них никакой не перечисляют, не озвучили. Третий блок. Профессиональное выгорание, непроизвольный и некоторые медицинские медсестры нарушения. Ну, из них вы ничего не сказали. Все равно со стороны. Я все читала, я все знаю, из наших волнений. Что такое здоровый образ жизни? Основные 4 компоненты здорового образа жизни. Что такое здоровый образ жизни? Это относится, мы в техникуме проходили предмет валиологии. И в валиологии именно здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни, например, здоровье берем на 100%, 50% у человека это окружающая среда, а 20% это внешняя среда влияет, а 20% влияет наследственность, а 10% влияет медицинская помощь. Чем отличается окружающая среда от внешней среды? Окружающая среда от внешней среды. Сказали, 50% влияет окружающая среда, 20% это внешняя среда. Чем они между собой отличаются? Например, 50% зависит от себя, от гигиены, а этот 20% от внешней среды влияет человек. Определение на здоровый образ жизни. Да, пожалуйста. Это там вопрос. Что такое? Само слово говорит, что здоровая жизнь – это человек, который здоровый человек, это который себе посмотрит, утром чистит зубы, все что угодно. Компоненты знаете? 4 компонента. Первый, второй, третий, пожалуйста. Обеспечивает здоровье. Да, обеспечивает здоровье. В первую очередь питание, потом спорт. Правильно питаться, Да, соблюдать гигиену, заниматься спортом. И 4-е, последнее. Заниматься своим любимым делом. Это понимать настроение. И у нас выделяет ответ энергию. Правильно, и зависит от своей психики. Да? От воли. Да, от силы воли. Значит, определение не знаете, да? Вам 10 знаете? Пожалуйста. 10 баллов на 3. Он баллов. Кем вопрос научно? Значит, спецвопрос – это спецпредмет. Объяснить треба перед ним?
Tamam. Tekrar. Это позвоночник. Позвоночник расположен в позвоночном канале. Тут спинной мозг. На первом есть 5 отделов. Общие 34 позвонков. Первый шейный отдел, там 8, грудной 12, поясничный 5, крестцовый 5 и копчиковый 5. Это не позвоночник, это ваш ответ, да? Это позвоночный столб. Да, позвоночный столб. Позвоночный столб. Общий. Ну, вот здесь первый вопрос у вас ответ. Это первый шейный позвонок. Это неправильный шейный. Но шейный относится, да, первый? Ну, именно конкретный ответ это первый шейный позвонок. Да, неправильно. Второй, это второй шейный позвонок. Третий. Вот третий. Вот здесь. Третий это общий шейный. У вас написано поясничный. Третий. Здесь поясничный. А я на число не посмотрела. Цифры не должна обратить внимание. Именно прям осевой скелет позвоночный столб посмотрела. Четвертый, крестцовый. Где крестцовый? Четвертый. Вот это крестцовый? Нет, это не крестцовый. Пятый, копчиковый. Где пятый? Вот это копчиковый. Это прямые. Да, я прямо по порядку написала. Нет, на это не обратила. Нет. Вот, не знать. Общее понятие есть. По порядку Kim ne rica Ayşe Abid questions? Qanday mi? Epir sırası. Zavier sheet deymizmi?